qarab o'tgan mana meni bo'yimni odamlar ko'rsin, balkim ishonmayotgan bo'lishi mumkin. 1.70 meni bo'yim. 1 metr joyda banan o'sib turibdi. Super karlik. Bunaqasi bo'lmagan. O'sha mashhur olim akam Qumquvvatlar va bananlarni yetishtirgan ko'chatlari bor. Buni qaranglar. Realniy banan o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rgan bananda hech nima joyi yo'q. Men uchun kutib ozgina poylab qolib, o'sha mana buzilishni boshlabdi. Lekin o'rtoqlar, realniy o'ylardiki, bo'yi pastak, 1 metr kichkina joyi bor. Joylarda ham banan qilsa bo'ladimi desak, bo'lar ekan. Haqiqatdan. Mana yangisini mana ko'zingizlar ko'rib tursa, yana yangi solib hosil qilyapti. Bular tayyor. Shunday xonaga kirasizlar, uyga kirib xonadonda qarab, qani o'g'il qizlar olinglar dedi, bitta banan shunday olasak, to'g'ri kichkinagina mana ko'rasiz. Maza. Mashalloh. Ko'chatlari bor. 2-3 xil ko'chatlari, katta, kichkinasi. Narxini sirasiz aytamiz. 200 mingdan olmakimga shunday telefon qilsanglar o'sib turibdi. Xonadonda 1 metr yog'i, 2 metr balandligi bitta joyda sarafan bilan urib qo'ysanglar ham o'rtoqlar banan pishib turibdi. Bundan boshqa nima kerak? Telefonlar qoldiramiz.